o'zi to'g'ri yo'lga yetakildi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomniki yaxshi, go'zal axloqli bo'lishi nimaga munosabatlik? Nima sababdan shunday bo'lib qoldi degan vaqtda Qur'oni Karim qil deganni qilib, qilma deganni qilmagandan keyin u go'zal axloqning egasi bo'ldi degan gap. Qur'oni Karim misol o'g'illik qilishni cheklaydi, zina qilishni cheklaydi, arg'ishni cheklaydi, bo'hton chaplashni cheklaydi, g'iybat qilishni cheklaydi. Shunga o'xshash nurg'un narsalarni cheklaydi. Va uningdan boshqa go'zal so'zlarni qilishga buyuruydi. İnsanlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan so'zlarni qilishga buyuruydi va boshqa nurg'unlagan yaxshi ishlarni qilishga buyuruydi. Payg'ambar alayhisalom qanday qilgan degan vaqtda Qur'oni Karim cheklagan shu narsalarga amal qilgan. Ya'ni nima cheklagan bo'lsa, shu cheklagan ishni qilmagan va buyurgan ishlarni qilgan bo'lgandan keyin u payg'ambarniki axloqi Qur'oni Karimga bo'ysungan bo'ldi shu vaqtda. Shuning uchun u yerda nima bo'ldi desa, Payg'ambar alayhisalomning axloqi Qur'oni Karimni asos qilgan bo'lg'achqa go'zal axloqliq bo'lgan. U vaqtda biz qanday qilamiz degan vaqtda Payg'ambar alayhisalomning shu go'zal axloqini o'rganamdik. Undan o'rganmaymiz, Qur'oni Karimni o'rganamiz. Uning sababi nima degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom rost shunday go'zal axloqliq. Ammo Qur'oni Karim bayon qilgan shakldagi shunday 100%lik go'zal axloqning egisimi degan vaqtda undaq emas. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ını eyüplüğe yerler var. Ebese ve tevella encahul e'ma diyen ayetler var ve başka özü geldi mi yani Peygamber Aleyhisselam'ını eyüplüğen ayetler var. Bu eyüplaş ne mi sebeptin? Mesela vestagfirhu innehu kâne tevvâba diye ayetler var. Bu ne mi sebeptin Peygamber Aleyhisselam'ını eyüplüğe diyor ya diye vakitte Peygamber Aleyhisselam'ın hatalaşka yerler var diyen yapıyor. Hatalaşkan yerlerde Allah Teala Peygamber Aleyhisselam hatta Peygamber bozumu un eyüplaklık. Şunun için bu yerik nesne mi diye vakitte insanlar berip o Peygamber kılan işlemez, Peygamber öğrendiğin yedin, Peygamber su içken bulakның özünden su içiş bu yerik nesne. O bulak ne diye vakitte Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala anı kıl, manı kılma diyen öz buyruklar var. Şu buyruklarga biz emel kılgan vaqtda Peygamber özü emel kılgan, yani Peygamber nime emel kılgan özü nek özü nimeden su içken bolumuz, bulaktan su içken bolumuz. Şu vaqtda Peygamberniki ahlakının özünü biz Kur'an-ı Kerim arkalık özümüzde şekillendirgen bolumuz. Şoň bu yerda Kur'an-ı Kerim deydigan yani bir söýürdi ba, hiç kandak bir peygamber yoki rasul maňa ägişeňil demedi. Lekin o nimde dediği vaqtda Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğine karta Rabbani bulunlar. Rabbani diyenin özü nim diyen boldu dese Allah Teala kösetken yolda mağırgan bulunlar. O yerda özü Resulçi, Nebiçi olmalı diyen gepemdi. Resulçi, Nebiçi diyenin özü Peygamber anı kıttı, ben o Peygamber kanı kılay. Peygamber man depti, aş Peygamber diyeni deydi. Emes o yerda. Peygamber nimige asasen şunu kıptı, sen şunun asasen şunu kılışın gerek. Peygamber Kur'an'daki şu bir ayetlik asasen, bir buyruk asasen bir işini kılgan bolsa, sen şu ayet yani şu buyruk asasen şu işini kılışın gerek. Asla peygamber ma işini kıptı emez. Peygamberini buyurgan, yani Allah Teala buyurgan şu buyrukni sen şu Kur'an-ı Kerim'in özünü elip şu işini kılışın gerek. Diyen gep bu. Şunun için o peygamberinin hemmesi minandan ögünüňle diýen hiç kanda Kur'an-ı Kerim'de bundaq buyruk yok. Minandan ögünüňle emas, Allah buyurgan işni Allah ögetken boyunca tälim edip, şu boyunca iş kılınlar diýilik Kur'an-ı Kerim'de. O peygamber fakat bir örnek. Kandak diye vaqtda Kur'an-ı Kerim mesela nurgun insanlar var, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözü, onun özüne bilip oğlanmaydı, onun emel kıp oğlanmaydı deydi. Emel kıp oğlanmaydı, bilip oğlanmaydı dese, o vaqtda Allah Teala bizge nemi deyiş mümkün? Nemi deydi misal? Kıyamet günüse? Peygamber boğan adam onu bilipdi. Onun emel kıptı, o bir insandı. O sizlerge okşaşlı bir insandı. Kur'an-ı Kerim'de kul innema ana beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid diyen ayet var misal. Men sizlerge okşaşlı insan. Fakat menin okşamay gayrım Allah'ın bana vehi kildi. Yani Allah'ın bir nebi peygamber men. Ondan başka bütün öz cismani cihatte, akli cihatte, hem taraftan sizlerge okşaş bir adam.
de degan gapimdi. Yani shundoq biz o'xshash bir insonning o'zi uni bilolgan, uni amal qila olgan bo'lsa, demakki bu yerda nima degan vaqtda Qur'oni Karimni insonlar bila oladigan va uning amal qila oladigan bir kitob ekanligini bizga ko'rsatyapti Qur'on. Shuning uchun bu yerda men bilolmayman uni, amal qilolmayman degan vaqtning o'zida nimaga tushimiz degan vaqtda Qur'oni Karimdagi summun bukmun umyun fahum la yarjiun degan oyat tushimiz. Bila oladigan turuqligin uni bilolmaydigan bir yo'lni tutib olaylik. Nurg'un odamlar uni amal qila oladigan turuqligin amal qilolmaydigan bir narsaning o'zini oldiga qo'yib olaylik. Yani buning o'zi Qur'oni Karimdagi shu o'zi oyatniki ma'nosiga to'g'ri keldi degan gap. Shuning uchun biz bu yerda Qur'oni Karimdagi maqsadi uni o'qib qo'yish, uni yodlab qo'yish emas, uniki ichida bizga qo'yilgan bir taroza, bir o'lchamning borligi, shuningga o'z to'g'ri amal qilgan vaqtida biz texmbek dunyoda go'zal bir dunyo, go'zal bir jamiyat, o'zimizdan bir go'zal bir kishilik hosil qila oladiganligimizni va insonlarga o'zimizga yaxshi bir foyda yetkaza oladiganligimizni bila olishimiz lozim. Qur'oni Karim mana shunday bir kitob yani. Qur'oni Karimdagi yana bir o'zi tushirilayotgan bir maqsad nima degan vaqtda adil bir dunyo barpo qilish. Adil bir dunyo barpo qilish. Yani Sura Niso'ning 58-oyatida İnnallâhe ye'murukum en tu'addul amanat ila ahliha ve izâ hakemtum beynen nas en tahkumu bil adli innallâhe ni'ma ya'izukum bihi innallâhe kâne alimen basîrâ degan muş ayetdimi? Allah Taala insonlarning o'zini adil, insonlarning orasida adil hukm chiqarishga buyurdi yani. Qur'oni Karimdagi tüp asas prinsipining birisi shu. Yani insonlarniki millatchilik qilishga bo'ladi. Millatchilik qildim deb, yana millatchilik qilish deganlik hamda o'z millati uchun xizmat qilib, o'z millatniki milliy manfaati va o'zi madaniyatlarini taraqqi qildirish va hokazo ishlarga yo'l qo'ydi Qur'oni Karim. Milletperverlik bilan milletçilik. Ammo u yerdagi narsa nima degan vaqtda men millatchilik qildim deb o'tirib, boshqa millatlarni haqorat qilishga yo'l qo'ymaydi. Doğru. Shuning uchun bu Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda hakamtum baynan nas deydi. Yani insonlarning orasida. Yani qandoq e'tiqodda bo'lsin, qaysi mazhabda bo'lsin va qaysi rangda bo'lsin, qaysi millatda bo'lsin, qat'iy nazar bir davlatning ichida yashagan insonlarning hammasiga o'xshash muomala qilish, adil muomala qilish Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Qonun oldida barobar nima qilish o'zi muomala qilish bu Qur'oni Karim belgilagan bir belgilama. Uning uchun bu yerda Qur'on adil bo'lishning o'zini, adolat hamma narsa adolatdan o'tkazish lozimligini. Ya'ni o'zi do'stlik bo'lsin, qarindoshlik bo'lsin, do'st dushmanlik bo'lsin yoki millatchilik bo'lsin, har qanday narsaniki adolatniki elgidan o'tishi lozimligini o'zini bayon qiladi. Ya'ni biz bir sotda ishlagan vaqtimizning o'zida bu yerda biz o'zimizning dindikilarga bir taraflama, o'zimizning dindi emas boshqa dindikilarga boshqacha bundaq hukm chiqarish yoki o'zimizning millatiga bir xil, boshqa millatga yana bir xil o'z hukm chiqarish bu o'z Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan adolat emas. Yani jinoyat, o'xshash bo'lgan jinoyatning o'ziga o'xshash hukm chiqarish har qanday kim bo'lishiga nazar. U yerda ko'zimizni yumush, mayli u odam otimiz bo'lsin, yoki onamiz bo'lsin, yoki qarindoshlarimiz bo'lsin, yoki bolalarimiz, xotin bolalarimiz bo'lsin, kim bo'lishiga qat'iy nazar, u jinoyatni oldiga kelgan vaqtda u jinoyatda hamma odam o'xshash nasibasini elish. Bu Qur'oni Karim buyurgan bir buyruq, bir buning eti nima degan vaqtda adolat yani. Bir odam ichimiz og'rirsimi, u odamning o'zi adolatniki sirtiga chiqqan darajada ichimizni og'ritish bu to'g'ri narsa emas. Uning ichimiz og'rishi lozim, lekin u bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, u jinoyatchiga ichimizni og'ritib, o'yga solib olib, yushirib qilishning o'zi butunlay xato. Uning o'zini darhol o'z soqchiga nima ma'lum qilib, u jinoyatiga loyiq jazolanishga o'zi nima qilish. Yani o odam shu nasibasini elish kerak u yerda, o jazoni tortib chiqishi lozim. Shu vaqtda o inson o'zining qilgan ishiniki nasibasini olgan bo'ldi. Uning o'zini o'yga solib olib, yushirib qilishning o'zi nima degan vaqt ma'lum tuqqunimdi, ya balamdi.
Degan ya dostumdi, ya milletimdi, ya dindaşlarımdi deyish orqali uni o'yga solib olish, u nima degan vaqtda o'ziga va shu odamga zulm qilganlik bo'ldi. Chunki u adolatni buzgan bo'ldi. Adolatni buzish zulm qilganlik. Adolat degan nima degan vaqtda arablar uni vazu kulli shay'in ala mavzihi deydi. Har narsani o'z o'rniga qo'yish u adolat. Agar biz u har narsani o'z o'rniga qo'ymay, boshqa o'rin qo'ygan vaqtda bo'lsa, adolatni buzib zulm qilganlik bo'ldi. Zulmning o'zini arablar ashtaq tunishtirdi. Zulm degan nima degan vaqtda vazu kulli shay'in g'ayri mavzihi deydi. Har narsani o'ziniki o'rnidan boshqa bir o'rin qo'yib qo'yish. Bu o'zi zulm qilganlik. Misol, uyning o'zida axlatchiligini axlatni qo'ydigan yerga qo'yamiz. Axlatchiligini taxta eshigiga olib, chinqach qo'ydigan yerga, chinqachni axlatchilik qo'ydigan yerga qo'ysak, u vaqtda o'zi u narsalarga zulm qilgan bo'lamiz. Bizmi o'zi insonlar yotadigan yerda yotadigan gap, hayvon yotadigan yerda yotadi misol. İnsan berib, hammamiz o'xshash maxluq deb berib, o hayvonlarni eshakni egildi yetib, eshakning o'zini karvat tepsiga chiqarib yotqizib qo'ysak, u vaqtda u karvat tepsida eshak uxlay olmaydi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda har narsa shu o'z o'rnida bo'lish lozim. Yevropalikniki shu taraflarini men bak yaxshi ko'rmayman, chunki ishtilni, mushkulni hammasi solib oldi uyga, u sapan tepsida u ishning o'zi tamoman ishni qoldidan chiqib ketdi misol. Hech qadar ish bajarolmaydi. Mushukning o'zimi uyni butunlay chashqon besib kesimi, chashqon bilan do'sib o'taverdi. U asla o'z chashqonni u uyni tozalamaydi. Bunday bir holatda mushuk o'ziniki ruhini tamoman yo'qotgan holatda bo'lib qoladi. Chunki bunday yerning o'zi nima degan vaqtda u bir narsani o'zining tabiatidan chiqarib etishning o'zi Alloh taolo yaratgan bir tabiatni chiqarib etish u narsani tamoman ruhini yo'qotganlikdan derak berdi degan gap. U narsaga zulm qilganlik hisoblandi. O ishning o'zi asla uyning ichida rahat ko'rmaydi. Mush bizniki hozir mush uyniki, qo'shnimiz, tam qo'shnimizniki bir ishti bor. Tun tang bo'lgan chaqda, hulib shunda g'ingishib ketdi. Uyning ichida zerikib, bevob ketayotgan gapda. Agar taloq qo'yversa uning o'zini, o'ynisi qo'yayotgan bo'lsa, oyoq verib yurib o'zi, u rahat yashaydi misol. Bir sirtda yashaydigan bir narsaning o'zini o'yinchiga akirib olish, yo uyda yashaydigan bir narsani sirtda tashlab qo'yishning o'zimi u narsani o'z o'rnida qo'ymaslik bo'lib hisoblandi. U vaqtda adolatni, Allohning adolatini buzgan bo'lgan. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda har narsani o'z o'rniga qo'yish bu nihoyat muhim bir narsa bu. Endi biz yuqorida Qur'oni Karimdagi tushirishdagi maqsadlarniki bir qismini endi buning hamma qismi deb hargiz deyolmaymiz buni. Eng oz bir qismining o'zini bayon qilgan bo'ldik. Endi Uyg'ur millati yoki Sharq Turkiston xalqi mush yuqorqi maqsadli Qur'oni Karim tushirilish g'oyasi maqsadlaridan bir nasibasini oldimi yoki bahramand bo'la oldimi degan bir savolmi keladi misol. Uyg'urlar bu o'z Qur'oni Karimdagi tushirilish maqsadlaridan undaq o'zi nasibasini olamagan bir millatning birisi. Ya'ni islomni qabul qilgandan tortib toki hozirgacha shu xalq nima deb qo'ygan bo'lsa shuni qabul qilish va uning aqlini ishiltib, uning to'g'ri xatoligining o'zini his qilishga yo'l qo'ymaslikdan iborat bundaq biz bir monopollik bor Uyg'urlarniki ichida. Ya'ni mollalar Moşuna işensen işinise, işenmesen kafir olası ya murtet olası ya murci olası falan filan dep aşnaq ya cehennem kirisi ya kabir azabı bolu degende nurgulluğun özü onun tehdit moşundaq näslerini köstiş arqılıq onu tefekkür qilish va yoki o to'g'ri xato deb baho berishga yo'l qo'ymoqlik. Mening deganim degan, mo'shunaga o'zi amal qilsang qilsa, mo'shuna o'zi qabul qilsang qilsa, qilmasang sen mening dushmanim deydigan bundaq bir holatni shakllantirib. Mana bu Uyg'ur xalqiniki eng o'zi alanmagan nasibisniki birisi va mollalarniki
Uyg'ur xalqiga sağgan ziyonlarniki yoki monopol qilib olgan taraflarniki eng muhim qismining birisi. Yani millatni tafakkurdan arib o'tish, dunyoni o'ylash, ya'ni dunyoda qanday qilgan vaqtida biz taraqqiy qilamiz, qanday ilmlarni o'rganishimiz kerak. Qanday qilganda biz mustaqil bo'lamiz, siyosatni qanday qilamiz, iqtisodni qanday qilamiz degan sohasida hech qanday yo'l qo'ymasdan bu yerda o'zi bilmay bir narsani o'zi iqtisod sohasi bilan mandaq deganda bu Qur'ondagi oyatni burmulab bir narsani deyish. Misol men Yevropaga kelgan vaqtida ki bir qancha yildan keyin shu Norvegiyada o'yilish masalalari o'tirib chiqdi misol. Chiqqandan keyin nurg'un odamlar voy o'yasi bo'lmaydi. Öyağa adamın uyga verip tamaq yeyishga bo'lmaydi, choy ichishga bo'lmaydi deganda nurg'unlagan o'zi gaplar bo'lib ketdi. O gapni anglab men gap qilmay yurdim bir mezgil, undan keyin o'yasi bo'ldi degan gaplarni qildim. Qur'ondan shu dalillarni tepib, oldi qo'yib, o'yasi bo'ldi degandan keyin nurg'un odamlar qarshi chiqqan bo'ldi va nurg'unlar o'yagan bo'ldi. Bu Qur'oni Karimdagi bu oyatlarning o'zini tushunishi lozim bu insonlar. Tushunib bu yerdagi insonlarning ehtiyojini qanday hal qilish lozim misolda. Davomli o'zi o'yalanmay, ashunday o'zi terganda o'tamdi o insonlar yoki o'y elib uning o'zini o'z odamdek yashash uchun bir o'yelish lozimmi? Buning o'ziga bu diniy sohadagi insonlarning o'zi mollalar buning Qur'oni Karimdagi bu sohani yaxshi tadqiq qilish lozim, tafakkur qilish lozim. Ve Kur'an-ı Kerim'deki şu sahadaki bütün ayetlerini yığıp bir xulasa çıkarıp insanlar doğru bir yolunu gösteriş lazım. Eğer göstermese o vaxtda mening deganim degan bo'lmasa o'z nega olsang bor dedigan ish olsa o odamni gap qilmas lazım bu vaxtda. Sen o ming yil, 1200 yil burun yozilgan o fiqh kitoblaring var hech qanday narsa hal qilolmaysiz hozirgi vaqtda. Bir shodini boshqa qilolmaydi. Davlat emas, shodini boshqa qilolmaydi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hozirgi cemiyetini hal kılalaygan, cemiyetdeki meselelerini hal kılalaygan halette Kur'an-ı Kerim'le tadqiq qilish lazım ve halkımızdaki aldığını bununla etiş lazım yani. İkincisi siyasi cihette bizning halkımız naiti qattiq o'zi monopoliniki ostida qolib qolganlik. Yani Kur'an-ı Kerim'deki siyasi cihetdeki Kur'an-ı Kerim tushirilishidagi yana bir maqsadniki siyasi cihetdeki insonlarga o'zi insanın siyasi hayatıga ko'rsatgan yo'li var. Misal. Bu yerde nurg'un o'zi mollalar o'zimizdan dindosh insonlar bilan insonlardan foydalanishimiz va boshqa dindikilarni dushman holat ko'rishimiz dunyoda ikkili sinf bor, Darul İslam, Darul Harb deb. O Müslümanlar yaşamağa yerin hemmesi Darul Harb o bizning düşmanımız. Deb o'tirib shundaq o'zi nima desek bo'ldi ekan bu gapga otma qo'yilmaydi hozir saranglarchi bir gap desekmi bek to'mib qoladi endi. Shundaq gaplarni qilish orqali millatning beshini qaydiradigan bunday ishlar mavjud. Biz siyoset qilgan vaqtida hech bir zaman dinni siyosatga aralashtirishga bo'lmaydi misol. Yani itiqadni mana din emas, itiqadni siyosatga aralashtirishga bo'lmaydi. Hamma narsani itiqad nuqtasidan, itiqadniki aynigining ichida qarash bu xato. Shuning uchun u qaysi itiqadda, qaysi dinga itiqad qildi, qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar, uniki dini o'ziga, bizning dinimiz o'zimizga degan o'zi qarash bilan uningdan qanday o'zi manfaatini olaymiz. Tashqi siyosatda manfaat asos qilindi biz nurg'u yerda Qur'ondagi davlatchilik degan soat to'xtalgan chog'da shuni bayon qildik. Biz tashqi siyosatda uniki o'zi diniy e'tiqod nima bo'ladi, uning o'zi millati nima, uning qat'iy nazar, uningdan bizniki mamlakatimiz, bizning davlatimizga, bizniki millatimizga qanday foyda keldi? Boshqalarga ziyon keltirmagan shart ostida biz o'zimiz boshqalarga ziyon keltirmagan shart ostida uningdan qanday foydalana olamiz? Buning o'zini nazar tutishimiz, shuni asos qilib o'z siyosat qilishimiz, tashqi siyosatni o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan siyosat shu. Ichki siyosatchi degan vaqt ichki siyosatda bu e'tiqodni o'zi din nimaga jamiyatga aralashtirmaslik. Bir davlatniki ma'murlari bo'lsa, u ma'muriy xodimlar
Avu Müslümanke, ma o'zi kafirke. Ma o'zi mu'minke, ma kafirke. Ma o'zi Yahudike, Nasarake. Yoki ma palon millatke, ma puston millatke. Yoki ma erke, ma ayolke demasdan, uning o'ziga adolatning o'zini asos qilgan holda hamma odamga barobar muomala qilish bu o'zi Qur'oni Karim yo'l qo'ygan ichki siyosatda adolatni asos qilib o'zi barobarlik asosida muomala qilish bu Qur'oni Karim yo'l qo'ygan bir o'zi prinsip. Shuning uchun ichki siyosatda masalan hozir bizning davlatimiz yo'q, tashkilotlarimiz bor. Tashkilotniki reislari, tashkilotniki xodimlari insonlar bilan, ya'ni Uyg'urlar bilan muomala qilgan vaqtda Uyg'urlarning e'tiqodi bilan hech qanday chatiq olmaslik lozim. Chunki Uyg'urlarning ichida musulmoni va xristiyani va hech qanday dinga ishonmaydiganlari va bularning hammasiga u narsa o'ziniki ishi deb bilishi lozim va uniki bir Uyg'ur bo'lish yoki bir Sharq Turkistonlik bo'lish sababidan uniki Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkiston xalqi uchun o'zi xizmat qilish vazifasining borlig'ini o'zini his qildirish va uning uchun xizmat qildirish bu nihoyat muhim. Chunki uniki o'zi e'tiqodi bilan o'ynab yoki e'tiqodini asos qilib o'zi yo'l tutish bu o'zi inson nimaga o'zi nihoyat o jamiyatningki taraqqiyotiga nihoyat cho'ng to'sqinliklarni va jamiyatda ziddiyatni olib keladigan bir narsa. Shuning uchun bunday ishlarga bu tashkilot reislari, tashkilot xodimlari diqqat qilish lozim. Yani. Yani biri iqtisod sohasida. İqtisod sohasida mu cho'ng monopollik iqtisodiy monopollik o'zi mavjud. Misol, iqtisodning o'zini zakat deydi ma u diniy nimada, Qur'oni Karimdagi nimasida endi ma sirt hozircha o'tsa boj deb qaraymiz. Her davlatda yashayotgan insonlar shu davlatga boj to'lagandan keyin u yani qayta o zakat berishga hech qanday hojat yo'q, chunki Qur'ondagi zakat shu davlatga to'lagan bojdan iborat, boshqa hech qanday narsa yo'q. Ammo u yerda yig'ilgan sadaqa fitr bo'lsin yoki zakat deb bergan narsalar bo'lsin, qat'iy nazar uning o'zini tashkilotga ishlatishga bo'lmaydi deydigan bunday ko'z qarashlar mavjud. Tashkilotga ishlatishga bo'lmaydi deb o'tirib, u yerda uning o'zini shu molla yig'idi. Yıqqandaki o yerde jitim yasırlığı bədik va kaza deydik. Onun özünü şu cayıq təkkizgəndil deyli, hem artıq gəpnin zatı kerigi yo'q. Hem onu qağını dəfsə alsaq, yani özü nurgulğan gəp çıkışı mümkün. Ama o yerdeki en muhim nokta neyme degan vaqtda tashkilotga ishiltish. Tashkilotni taraqqiy qildirish, vatan millatniki, yana vatanning mustaqilligi, millatniki o'zi ozodligi uchun ishiltish bu eng muhim bir masala. Bizde o g'arb musofirlik tugamaydi. G'arb musofirligini berishimiz lozim. Ammo birinchi qiladigan ish nima degan vaqtda vatan millatniki xizmati uchun ishiltish nihoyat muhim o'rin turadi. Buningga mollalar nima to'sqinlik qiliqliq. Misol, uning o'zini u yerga ishlasa bo'lmaydi. Qur'oni Karimda innamas sadaqatul fuqara val masakin va ibnis sabil degan o'zi oyatlar bor deydi. Oxirisi nima deydi o desa? Va fi sabilillah degan oyat bor o'shaning o'zida. Ash o'rinliki shu 8 o'rinning oxirisidagi 8-inchisi va fi sabilillah. Va fi sabilillah nima degan vaqtda u yerdagi vav atf emas, bayon uchun kelgan vav u yerda. Ya'ni Allah ko'rsatgan yo'lning hammasini ishilishga bo'ldi degan gap. Faqir, miskin va kaza degan hammasini sanab kelib, ya'ni yig'ib aytgan vaqtda Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha har qanday o'z yaxshi ishning hammasiga ishiltishga bo'ladi deganlik bo'ldi u yerdagi narsa. Yani bunun özünü bunda düşünüş lazım. Şu vaqtda yani bu yerda vatan millet için işiltishning o'zi nima degan vaqtda, mushuni noktani aytgan vaqtda, yani Allah ko'rsatgan yo'l ekanligini ko'rsatdi bu yerda. Yani Allah razı bo'ldi bizning o'z vatanimiz, o'z millatimiz uchun ishlatsak-chi, o'z vatanimizning mustaqilligi, millatimizning erkinligi uchun ishlatsak-chi, Allah razı bo'lgan ishning eng birinchi darajadagi mushu. Bu tashkilotni maqtamay u yerda masalan shu onu jitim yesirlik berimiz deb, andaki davanın işi o aksap qavatqan. Bu vaqtning o'zi bu to'g'ri olmaydi. Uning uchun bu diniy sohada o'qiganlar bundaq sohalarga diqqat qilish lozim yani. Yani bu yerda iqtisodni monopol qilib bo'lmaydi. Yani iqtisodniki g'oyasi
Yani Qur'oni Karim tushurishdiki g'oyaning birisi, yani mush yani iqtisodning o'zini noite o'zi jiq o'rinlarga ishlatkili bo'ladi. Bu yerning o'zida eng birinchi o'rin nima degan vaqtda bizning hozirgi vaqtimizda hech qachon o'z bosh tortib bo'lmaydigan, uning o'zini bugun qilmasaqmi, erta qilsaqmi bo'lib deydigan bundaq ish emas. Qat'iy bo'lmasa qilmasak bo'lmaydigan darajadagi bir ishniki birisi nima desa vatan millatniki davosi shu ishiltish. U o'zimizning shaxsiy ishlardan eng birinchi darajadagi muhim ishning birisi shu. Buning o'z ko'z yumib, uning o'zini 10-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi o'ringa chiqib qo'yib o davo ishlariga ishiltishning o'zini. Shuning uchun u davoning o'zini ma'dumaydigan, uni putlaydigan bundaq ishlarni qilishning o'zi nihoyat xato bir ish. Shuning bu yerda Qur'onni tarjim qilish, tushuntirish kelgan vaqtida u yerdagi o har bir harfning o'zini qanday ishiltishni ham bilish lozim. Yani biri Qur'oni Karimdagi, yani millatimizniki, yani shu hozirgi nima foydalanmayotgan Qur'oni Karimdagi tushirilish maqsadidan foydalanmayotgan narsaning birisi mana shu iqtisod. Yani bir so'zda jamiyat. Jamiyatning o'zini tamoman dinchilar kontrol qilib olishlik. U shu dinchilarning o'zi jannatga kirsa, jahannamga kirsa, qabr azobi, ava, mava deb yo'qolgan narsalarning o'zini so'zlash orqali insonlarni onidan, ma'nodan qo'rqitish orqali shunday kontrol qilib olishlik misol. Ammo u jamiyatni cho'digan vaqtda jamiyatni o'z ixtiyori bilan taraqqiy qilishga, misol Turkiyadagi bir yerning o'zini misol olsak, 100 ming Uyg'ur bor deydamdi, misol. Ba'zi balki meniki faraz qilishimcha shu 50 necha 60 ya uning oldida chiqqan Uyg'urlar, keyin chiqqan Uyg'urlar hamma misolga vaqtida 100 mingdan ortiq Uyg'ur bo'lishi mumkin. Ammo Uyg'ur jamiyatidan iborat bir jamiyatniki purg'i aslo yo'q Turkiyada. Buni yo'q deb qanday o'zi uni purg'i bo'lish kerak degan vaqtda Uyg'ur madaniyatini shakllantirmoqlik. U bu yer do'ppini kiyib men qo'ygan Uyg'urlar bor. O do'ppini kiyib qo'yishlar u Uyg'ur madaniyatini tamoman namoyon qilganlik, tirilganlik hisoblanmaydi. U yerda Uyg'urlarniki naqshi musiqalari, urf-odatlari, masalda, o hamma narsa shakllanishi lozim. Uni namoyon qilgan masalan televizion kanallari bor, Istiqlol TV'li bor misol. Ash TV'ning o'zida Uyg'urlar qarta ishlangan filmlar qo'yilish lozim, Uyg'urlarning san'atlari qo'yish lozim, Uyg'urlarning tarixlari so'zlanishi lozim. Bu Qur'oni Karim orqali Uyg'urlarni qanday qutulgan yo'llarni Qur'oni Karim orqali ko'rsatalayotgan olimlar o'tirib chiqish lozim. Sen kechdi orqasidan jannat kirsa, maniqsan jannat kirsa, jannatning o'zini birinchi o'rin qo'yib olmaslik lozim. Jannat dunyoda to'g'ri ish qilgandan keyin uning natijasi keladigan narsa u. Sen jannat kirma debdikin, haftada bir qatim jo'yinmay qap-qora o'zi turgan turqun bilan o sen jannat kira olmaysanki. O jannatni seslatsa o'tirgan turqun bilan uning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda u jamiyatning o'zini her millat, masalan Türk millati o'zining Türk millat ekanligini namoyon qilgan bir madaniyatda yashayotgan bir yerning o'zida Uyg'urlar cho'disi, Uyg'urlarmi o'zining Uyg'ur millat ekanligini namoyon qilgan bir madaniyatning o'zini u yer namoyon qila olish lozim. U yer to'ylarning o'zida yaxshi vatan millatni ko'ylaydigan yoki o'zi mehr muhabbatni ko'ylaydigan naqshlarni aytib, u yer Uyg'urlarning milliy usullarini o'ynab, Uyg'urning o'zini namoyon qiladigan bundaq o'z holat shakllanishi lozim. Naglavasi ikki mo'li chiqib oladi. Ash boshdan oxir tabliq qilib lekin ash yerda to'y qilgan odamnimi, to'y qilganga dod tegizadigan bundaq ishlar mavjud misol. Bu ishlarning o'zi bu nima emas. Biladashlarning o'zi misol to'y bo'lgan vaqtda mishkatniki shariatida bor bu narsalar to'y bo'lgan vaqtda ataynakum fahayyana va hayyakum deb o'z dabudun baxın chelib, naqsh aytib, unda qilgan ishlar bo'lish lozim degan payg'ambar alayhisalom shunda hadis va deb ashlar o'qiydi misol. Biz nima uchun qilmaymiz uni? Arablar dabudun baxın chaqan bo'lsa biz dubtatdan burun chelib o'zi shu yer qilsak bo'laverdi. Faqat buni chekdan oshirib atmaslik lozim. Ya'ni yomon holatga yetkazmaslik lozim. Normal o'ynab o shahvoni yoki bunda holatda bo'lmasdan o halqi insonlik holatida Uyg'ur madaniyatini namoyon qilgan holatda bunda o'ynashning o'zi, bunda naqshlarni chelish, naqshlarga
aytish, musiqalarni chelish bu o'zi nihoyatda to'g'ri bir narsa. Millat nimbel o'rturdi, nimbel davom qildi degan vaqtda millatning davom qilishi o'z madaniyati bilan davom qildi. Men palon millatdan deb qo'yish, u millatning davom qilishning asosi bo'lmaydi. Millatning davom qilishi faqat shu millatniki madaniyati, ya'ni o'zi naqshi musiqa deymiz, yemek içmek deymiz, öy tutuş deymiz, öy yasaş deymiz, misali kiyim kechak deymiz, örf odat deymiz. Bunun hammasi madaniyat sohasiga kirdi va uning ustida tarix va tarixni bilish lozim. O'tganda shu sohada biroz gap qilgan bo'ldik. Har bir insonning uyida Sharq Turkiston tarixi Qur'oni Karimning ostida bo'lishi lozim. Sharq Turkistonga munosabatli, ya'ni Uyg'urlarga munosabatli bütün tarixlar ham o'zi Mahmud Qashqari, Yusuf Asajibning kitoblaricha uyimizda bo'lishi lozim. Şu kitaplarning o'zini qadrlashimiz lozim. O'zimizniki tarix madaniyatimizni avlodlarimizga yaxshi bildirishimiz lozim. Avlodlarimiz vaqt qilib qolsin, ota-onalar bilmaslik hozir. Palani xandonlik Uyg'urlarning mi desa, nurg'un odamlar bilmaydi misol. Uyg'urlarning xandonligini nurg'unlarni bilmaydi. Shuning uchun bu yerda bu jamiyatning o'zini, jamiyatda tarix, madaniyat, urf-odat hamma narsa mavjud bo'lish lozim. Bir Uyg'ur jamiyatida bu narsa tirik bo'lish lozim. Masalan, Qozog'istonda hamma narsa, naqshi musiqa deymiz, Uyg'urlarning bütün urf-odat, madaniyatlari namoyon bo'lyapti vatandaglar misolda. Vatandagidek u darajaga yetmasmi, ammo ashunga yaqin holatda aylanib ketyapti. Ya'ni Uyg'urlar har yerda o'zining Uyg'urligi bilan yashayolish lozim. O millatning o'zi, o odamning ota-ona odam, oya keldik Turkiyaga keldik. Turkiyada mana shu dönerni yeb yashayveraylik demasdan, uyda pat-pat lag'man pololni etib bolaga uni yugizish lozim. Uning o'zini bolaga o'z madaniyatining o'zini singdirganlik hisoblanadi. Masalan. Shuning uchun bu yerda bu nihoyatda muhim bir narsa. Yana tarix, hozir tarix og'zimizdan chiqib qoldi. Tarixdanmi Uyg'urlar jiq nasibasini olmoqlik. Tarixini o'qiymiz esa, Payg'ambar alayhisolamning siratda Payg'ambar alayhisolam tarixini o'qib olgan, Arab tarixini o'qib olgan. Tamamda uni o'qi. Lekin sen birinchi o'z tarixingni bilish lozim. Nurg'un odamlar bor. Sutq Bo'g'raxon oldidagi tarixni bilmaymiz deydi. Nima o'qishni hojati yo'q deydi. Ular u ajdodlarning biz keragi yo'q deydi. Nima uchun? U kafir. Kafir olsa uningki dini o'ziga ve cezasını öz çekidi. Öz tadıdı. Senin neymiş işin var onun? Ama sen şunundan tıkıldın. Sen onu kandak, mesela İbrahim Aleyhisselam sen kafirkense, ben senin atı demeyim de özünük atısını tenip ketken bir iş var mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'ın özü deydi. Ve in cahadake ala an tüşrike bi ma leysleke bihi ilmun fela tutihuma ve sahibuma fi dünya ma'rufa deydi. Sör Lokman'da. Eğer ata-ana seni yama işki buğurgan bolsa, onu ki yama işkelliğini sen bilgendekin, onu bilsen onu kımma deydi. Onu kımma. Lekin sen ata-anan öyle yaxşı öt deydi. Aşu ola taqul uffillahuma degan ayetning özü mü? Sen o iman keltirgen mümin ata-anan olsa onun deme degan gap yo'q u yerda. Ata-anan mayli o kafir olsun, mayli Yahud Nasara olsun, sen mümin ol. O kim bo'lishdan qat'iy nazar? Qas din, qas mazhabdagi inson bo'lishdan qat'iy nazar, o'zining ata-onasi bo'ldi-ken, uning deb o'zi uningga sen bundaq deyishingga bo'lmaydi. Ya'ni ata-onaga haqorat qilish, ata-onaga o'zi ata-onaniki nima ko'nglini bearab qiladigan so'zlarni qilish bu san to'g'ri bo'lmaydi. Düşkünleş, Shuning uchun bu dolqunleş. yerdan bu yuqorqi oyatlar degandek sen mümin bu edip lekin bütün insaniyet karşı turduğun. Hatta ata-ana urug' tuqqanlarini tatib hamısı karşı turduğun bundaq ishning o'zi bu Qur'oni Karim chekilgan eng cho'ng cheklimning birisi bu bir jinoyat. Mesela vatanda bo'lgan ishlarni biz bilamiz. Birisi bir dinni qabul qiliqliq bir zamonlarda o'z vaqtida aroqni ichib o'tgan bir inson dinni qabul qildim deb men o'zi musulmon bo'ldim deylik, uningdan o'zi xotinni palonat işlemeyiz deylik, ata-anasını urug' tuqqanlarini işlemeyiz deylik, aşındaq o'zi
Hatto uni ol bir dasturxon tamoq yemaydigan bo'liqliq, ota-onasi bergan narsani olmaydigan bo'liqliq. Mushundaq qilib, ota-ona urug' tuqqanlarga, xotin bolalarga zulm qilgan mushundaq insonlar nihoyat jiq bo'lib ketdi bizni vatanda. Sen o dinni qabul qilgan bo'lsang, sen o'zing qabul qilding, ishingni qilaver. Ammo u qabul u sening qo'shib qabul qilmagan bo'lsa, u o'ziniki qabul qilgan bo'yicha o'zining ishini qilaversin, sening nima ishing bor uni? U vatan millatni satmaganli bo'lsa, u xoinli bo'lmagan bo'lsa, sen uningga hech qanday o'z boshqa gapni qilishing hojat yo'q. Ammo faqat to'g'rini so'zlab qo'yish xolos. Agar sen to'g'rini bilgan bo'lsang, u sening u qilayotgan ishingdan u to'g'rini bilganligingdan hech bir o'zi şəpimi yo'q degan gap. Aşında qilgan insonniki hech qanday to'g'ri bildi deb hisoblashga bo'lmaydi uni. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bu jamiyat tarixining o'zidimi cho'ng o'zi Qur'oni Karim deydi. Bu tarixni burunqilarning ish harakatini Qur'oni Karim bayon qilishda ibrat elinglar deydi. Biz buni nurg'unluğa o'gindigan narsalar bor. Hattoki u ota-bobolarimiz bu islom dinida bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo yaxshi bir ishlarni qilgan shundaq ishlarimi bor. Biz o'ginishga tegishli bo'lgan. Sen o'zi iymon keltirib qo'yib lekin butun ishingning o'zi to'g'ri bo'lib ketgan bir yeringmi yo'q. Zoti bizniki biz musulmon bo'ldik degandan keyin ishimizniki qancha to'g'ri bo'lmaganligini hozircha bilyapmiz-ku. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa vatanimizda yashaydik. To'g'ri bo'lmaganligi uchun qo'ngimizga tepib kelib mana xalqning o'zida yashayapmiz. Shuning o'zi yetarli bizga. Shuning uchun biz o'zimizniki tarixini, jamiyatimizni qanday taraqqi qildirish, qanday etmenish haqida Qur'oni Karimning tushirilish maqsadlarining birisi mana mush sohada buning o'zini yaxshi bilishimiz lozim. Ya'ni til jihatdimi shundaq? Ya'ni tilning o'zidami nurg'un sohalarning o'zida arab tili o'qisa, o'zi yaxshi bo'ladigan. Buni nurg'un odam o'ylaydi. Bu arabligi o'chmanlik paydo qilgan deydi. Arablar hech qanday ishim yo'q meniki. Lekin sen bu yerlik narsa nima degan vaqtda butun til o'xshash bir narsa deb bilishing kerak. Mesela Tevrat o'z vaqtida ibroniy til tushibdi-ki. U vaqtda u ibroniy til nima bo'ldi endi shu vaqtda? Demak bu yerlik narsa masalan Injilning o'zi aramiy til tushibdi. Bu nim Qur'on arab til tushibdi. Ham sen bu tillarning o'zida sen Qur'on buni tushganligi uchun arabchining o'zini Yahudlar atil tushganligi uchun uning o'zini ulug'lab turg'ashmi? Payg'ambar qaysi millatdan chiqqan bo'lsa, Alloh taolo shu millatning tilida u narsani tushirgan. Chunki u payg'ambar u yerdagi insonlarga uni yetkazish kerak. Yetkazish uchun uni bilish kerak. Shuning uchun u bila oladigan narsa o'z tilida tushgan narsa bo'lish lozim. U sababdan uni shu til tushirgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima bo'lsa, agar o'z Uyg'urlarning ichida bir payg'ambar chiqqan bo'lsa, u kitobni Alloh taolo Uyg'ur tushirgan bo'lgan bo'ladi. Shu vaqtda u Uyg'ur tili nihoyat ulug' til demdi u vaqtda unday emas. Shuning uchun bu yer dunyodagi hamma til o'xshash, ammo bu yerdagi masala nima degan vaqtda tilni bir tildan yana bir tilning o'zini ulug' hisoblash orqali buni bunday qilmaslik Qur'oni Karimdagi bu til sohasidagi mantiqning o'zini bu sohadagi o'zi prinsipining o'zini yaxshi tushunish lozim. Ya'ni butun tilning o'xshash ekanligi Uyg'ur tilimi boshqa hech qanday bir tildan qoldigan bir yerining yo'q ekanligi, bu go'zal bir til ekanligi, buni taraqqi qildirish, buni davomlashtirishning nihoyat muhim ekanligi, bu millatniki davomlashishniki asos ekanligining o'zini yaxshi bilishimiz lozim. Ya'ni bir millatniki yo'q bo'lishi nimadan boshlandi? Tilning yo'q bo'lishidan boshlandi. Agar sen tilingni yo'qotsang, asta-asta u yo'q qiladi degan gap. Shuning uchun bu yerda biz o'zimizdan boshlab toki avlodlarimizgachilik o'zi bu nimaning o'zini tilni yaxshi bildirishimiz bu nihoyat muhim narsa. Yana ittifoqlik. Bu shu Qur'oni Karimning tushirilish maqsadlaridagi birisi ittifoq sohasida. Ittifoqning o'zini bizda faqat musulmonlar yoki iymon etgan mu'minlarning o'zi ittifoqlashish degan bir narsa davomli shu nima qilib kelgan. Shundaq bir narsa bozor silinib kelgan. Ammo Qur'oni Karim degan vaqt Qur'oni Karimda
hech bir dindagi insonlarga ittifoqlashsa bo'lmaydi degan bir narsa yo'q. Qur'oni Karimning o'zida kofirlar bilan andaq ittifoqlashmang degan yerlarning o'zi nima desa, kofirlar sizlarga suiqasd qilyapti, alavil birlashmang deb ogohlantirgan narsa. Agar suiqasd qilmagan bo'lsa, ular bilan birlashib ishni birga olib borsa, bo'laverganligini ko'rsatadi. Ya'ni bundan nima bo'ldi degan vaqtda biz vatanni ozod qilish uchun hech bir zaman bir iymon etgan insonlarni asos qilish. Bu o'zi nima emas. Bir e'tiqodni asos qilishga hech qanday kerak emas degan gap. E'tiqodni asos qilish bo'lmaydi degan gap. Qandaq e'tiqodni bo'lishni qat'iy nazar Sharq Turkistonliklar bo'lsa, boy deganga o'xshash vatan millatga xiyonat qilgan bir xoinlik bo'lmasa, u mayli haroqkash bo'lsin, mayli besh namoz bo'lsin, mayli kim bo'lishini qat'iy nazar o odamniki Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkistonning ozodligi uchun, Sharq Turkistondagi xalqining erkinligi uchun kurash qilish vazifasining borlig'ini his qildirish va shuning uchun kurash qilishga haydashchilik qilish va shu kurash sipiga tortib akirish u vazifa degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz ittifoqning o'zini diniy ittifoqlik, ya'ni diniy ittifoqlikni e'tiqodiy ittifoqning o'zini asos qilib olib, u yerda bizning e'tiqodimizga o'xshamaydigan e'tiqoddagi insonlarning o'zini sirtqa chiqarib o'tish orqali millatni yoki Sharq Turkiston xalqining o'zini bo'lish bu intayin cho'ng jinoyat mana shu aytgan vaqtida. U Sharq Turkistonning ozodlikqa urilgan bir palta, yiltizga urilgan bir palta bo'ldi shu vaqtda. Shuning uchun bu yerda biz o'zi e'tiqodni asos qilmasdan xalqni asos qilishimiz. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining asos qilishimiz, Sharq Turkiston xalqining birligining o'zini, barliq Sharq Turkiston xalqining bir ekanligini va shularniki qandaq e'tiqod, qaysi mazhab yoki qaysi millat bo'lishini qat'iy nazar faqat Xitoyning sirtidagi butun Sharq Turkiston xalqining birlashishi va Sharq Turkistonni ozod qilish vazifasining borlig'ini his qildirish va shu vazifani ustiga og'izish bu nihoyatda muhim bir masala. Shuning uchun bu yerdagi birlik bu Qur'oni Karimning tushirilishdagi maqsadniki birisi, ya'ni birliknikini ta'min etishda din, ya'ni e'tiqodni asos qilmasdan xalqni asos qilish bu Qur'oni Karimdagi o'zi birlik qo'ygan prinsip bu. Biz davlatchilik haqida yuqori to'xtalgandik. Yana shu davlatchilik kelgan vaqtda islom davlati, shariat davlati, islom amirligi, ya'ni nima deydik, ish qilib nurg'unlagan ashundaq o'zi narsalarni o'tirib qo'yayotgan qarindoshlarimiz bor. Tamam, islom davlati deganning o'zini to'g'ri tushuna olsak, u yomon go'zal bir narsa. Misol, islom deganning o'zimi tinchlik barpo qilish degan gap. Tinchlik barpo qilish uchun Qur'oni Karimda islomning prinsiplari, ya'ni qancha yuz dona prinsip bo'lsa, ashning hammasining o'zini hammasiga bo'ysungan vaqtda bir islomiy bir jamiyat barpo bo'lgan bo'ladi. U alomat, ya'ni go'zal bir jamiyat bo'lgan bo'ladi. Bundaq bir jamiyatni barpo qilish bu har bir odamniki orzu istagi. Ammo bu yerda iymon etgan bir insonlarniki yashaydigan jamiyati degan bu yerga akib olish bu nihoyat xato bir narsa. Yani Peygamber biz sünnetçi deydi aşı insanlar. Sünnetçi aslında biz bu yerda. Sünnetçi aslında biz hakiki sünnetçiler. Peygamber aleyhisselam Allah Teala ko'rsatgan sünnet, yani yo'l orqali qurgan davlat qandaq davlatdi degan vaqtida bütün e'tiqod, yani har qandaq e'tiqodli insonlar adolat ostida barobar yashash huquqiga ega bo'lishdan iborat bir jamiyat barpo qilish. Mana bu islomiy bir jamiyat degan gap. Agar biz yani davlat quramiz desak, yani shunday bir davlat qursak, hozirgi vaqtda bu butun dunyo qabul qila oladigan bir jamiyat bo'ldi. Yani hozirgi bu Julani Ahmet El-Shara demdiki, yani boshqa nimasi. Aş adamning o'zi hozir qurgan davlatning o'zini nurg'un qarindoshlarning o'zi undan rozi bo'lmay islom davlat quramiga desak, anda qurdi, mana bu yerda bu gapning o'zi suvchilashdi. G'arbliklardan qo'rqib mushni qildi deb o'zi deylik. U odamni bir narsani bilib, narsani quruqlik. Nima uchun degan vaqtda
insonni e'tiqod jihati bir tal e'tiqodga akilishning o'zi hamma insonni mush e'tiqodga kelsa deb uni ishontirib uni akilish tamoman mumkin emas ish ekanligini alloh taolo bayon qiliqliq biz yuqorida uni dedik. Uning uchun har insonning e'tiqodi o'ziga, har inson boshqa insonning e'tiqodini bano qilib uning dushmanlik paydo qilmasdan o'rtaq o'z insonlik nuqtasida birga yashashdan iborat insonlik jamiyati barpo qilish. Bu islomning tub maqsadi ekanligining o'zini u odam bilihlik misol. Shuning uchun biz bu yerda davlat qurgan vaqtdami har qanday e'tiqodni bo'lishdan qat'iy nazar Sharq Turkiston xalqi mayli ming xil e'tiqodi bo'lsin, nima qanday e'tiqod bo'lishdan qat'iy nazar davlat ma'murlari uning e'tiqodiga hech qanday o'zi daxl tarz qilmaslik va u e'tiqodning o'zini jamiyatda dushmanlashning banosi qilishga yo'l qo'ymaslik. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu haqda ayet var. Hatta la takuna fitnetun ve yakuna dinu kulluhu lillah degan ayetning o'zida dini qarşılık men madinda sen adinda onun için sen benim düşmanım deydigan qarşılık tugab bütün din Allah bilan o adamning orasidagi narsaga aylangan qadar siz kurash qilinglar degan oyatni asos qilib turib bundaq o'zi qurgan bir jamiyat bo'ldi. Biz mi shunday bir jamiyatni qura olsak, shunday bir o'zi davlatni qura olsak, dunyodagi eng demokratik shunday bir davlat bo'lgan bo'ladi. Bu vaqt bütün dunyodagi insonlar uni qabul qila oladi degan gap. Bu Allah o'zi Qur'oni Karimni tushirishdagi eng g'oyaning o'zi shu. Qur'oni Karimning g'oyasi mana shu yani. Mana aytgan vaqtida. Shuning uchun biz Qur'oni Karimning ichidagi, yani Qur'oni Karimning tushirilish sababi maqsadniki, yani bir qismi ni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Hozir o'zi soat qancha bo'lib ketdi? Hozir o'zi qancha bu 2 soat bo'lay qoldimi? 2 soat bo'ladi. Yaman jiq so'zlab ketdik. Bu kichkina 1 soat o'tib ketami degan. Bu Qur'oni Karimni tushirishdagi g'oya, maqsadlarning o'zini har bir diniy olim o tushirishdi maqsad nima deb uning o'zini dunyodagi maqsadni birinchi tushunish lozim. Dunyodagi maqsadning o'zini u hal qilib olgandan keyin oxiratdagi maqsad ash dunyodagi maqsad bilan hal bo'ladi. Yani dunyoda biz her ishni, yani e'tiqoddan tortib qilgan so'z harakatlarimizning hammasini Qur'oni Karimga to'g'rilab turib to'g'ri qilsak, u jannatni orzu qilmasak ham jannat keladi yani. Jannat faqat Alloh taolaning buyrug'iga to'g'ri itoat qilish bilan qo'lga keladigan narsa. Jannatni orzu qilish bilan qo'lga kelmaydi. Uni o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplarga amal qilish bilan qo'lga keladigan narsa. Shuning uchun biz bu vaqtda nihoyat yaxshi o'ylashimiz lozim. Olimlarimiz buningga o'zi yaxshi ahamiyat verishi, yaxshi tushunishi lozim yani. Xo'sh. Hozir endi 1 soat 48 minut o'tibdi meni. Yani shundoq tushunishga tirishdilarmi? Shu Allohning Qur'oni Karimni nozil qilishdagi sabablari, Qur'onning nozil qilinish maqsadi shu. Allohning Qur'onda bizga degan bu yucha masalan tushuntirishga tirishdilar. Ammo bizning haq shu olimlar qanday o'rgatildi, qanday tushunilgan, qanday o'rgatilgan bularning kallasi, mingsi qanday yuyilgan desa, bu tushungilolmagan kitob degashga o mingni Allah eng isil bu nozil qilinish maqsadi eng isil maqsad bilan tushirilgan bo'lsa-ma, o foyda qilmaydigan gapda. To'g'ri. Zodi bu tushungilolmaydigan kitob. Ondan keyin arabcha bilmasang nima qilolmaysan. Arabcha bilganlarim hattochi. O'tganda bir qancha yil burun o'sha bizga qarshi bir program qildimki, o'sha Hidoyat Arslon degan Amerikada Washingtonda yashaydigan bola olmuş shu. Shu bola masalan vatanda tug'ildim, nima tug'ildi bilmayman, Avstraliyada yashag'liq, Istanbulda yashag'liq, Amerikaga berig'liq masalan. Aslında hamda İngiliz degani suda biladi shu. Aslında holatdagi bola hamda. Lekin uningki kallasi shu geleneksel an'anaviy islom bo'yicha. Masalan bizningki bizga aloqador yoki Qur'onga aloqador so'zlangan narsalar bo'lsa, hatto bular degan murtad, bular o'limga loyiq kishilar degan gapni anglab qoldim-ku 30 bir yerda.
Hı. Aşı balı bilen yılıkı Abu Bekir Damollam'da bir damollusu var şu bek çoğun bildiğin. Hı. İkisi program kıldı bunlar. Program kılgandın kim? Şeyde sordu değil mi? Abu Bekir Damollam karısını bilgen acayip sakal digen mi ba, kişim çiçekleri mi, doppa karısınız milliyeceğim şu. Hı. Aşında yaşında çıraylık, salapetlik bir edem. Nurgun uzun yıl okup diken, Arap dilini bili dikenini düşün. Şu Arslan kardeşimiz sordu da bunu ondan ustazım. Eğer Peygamber Aleyhisselam bu dünyaya kelse kaytıdan tirilip kaybetsin için. Seni onun da nimeden sorula bir tilekleri bağ mı dese kaysı yol toğra aşını depese depçi. Aşını sorayım ben diyeyim düşün. Hı. Ona videonu tepip yine özür unutup kalkanmaz körep çıksa bula değil mi düşün. Acı geldi kıldı hem de. Tamam. Arap dilini bildiğin, nurgun tefsirini okugan, hadis dese zada şu Kur'an bilen ten körülgan, Kur'an'ı hadissiz düşüngül olmayı deydigan, aşı ustazlar düşün, şular düşün. Hı. En aşı adamın diyen gibi şu olsa hem düşün, başka halktan ne müktümüz hem düşün. Onun için bizniki bay devatqınımız neme degan vaqtida Qur'onni o'qish yetarli bo'lmaydi. Bilish va bilish uningga ya qoid amal qilish lozim. Yana bu yerda Qur'onda har bir prinsipni, har bir o'zi amr bil ma'ruf, nahy anil munkarni Qur'oni Karimda ko'rgan vaqtida u o'zi shuni amal qilyaptamdi, qilmayaptamdi. Uni o'zini jinga solish lozim. Bayatni uni deb o'tdik. Uni jinga solib, o'zini shu ishda xato taraf tutib qolgan bo'lsa, to'g'ri, to'xtab turaman. Men xato taraf tutib qo'yibman va to'g'risi makan va mangay deyamasa u odam, u vaqtda u o'qigan narsasi hech qanday o'zi ahamiyatga ega bo'lmaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala o'qib qo'yish emas, bilib qo'yish emas, o'qish, bilish va amal qilish. Bu narsa nihoyatda muhim. Shunga bu yerda ba'zi vaqtda bu qarindoshlarimizning ba'zilarini ismi chiqib qoladi. Qarindoshlarimiz bizni kechirsin. Ammo biz o'zimizniki e'tiqodiga ozroq o'xshamagan odamni ko'rib qolsak, uni kesh jahannamga haydab turib olmay, osh odamlar biz bilan program qilib baqsin. Biz bilan program qilib baqsin. Din sohasi bizning savolni qo'ysin, biz onun savolni qo'yayli. O vaqtda masalan bizning nurg'unlagan bilmagan yerlarimiz bo'lishi mumkin. Agar bilmagan yerimiz bo'lsa, u qarindoshlarimiz uni o'zini o'tirib qo'ysa, biz uni o'rganib olamiz misol. Balkim u qarindoshlarimizning bilmagan yeri bo'lishi mumkin. Biz uni bilgan bo'lsak, biz o'tirib qo'ysak, u qarindoshlarimiz bilib oladi. Shunday qilish orqali jamiyatda bu bilim shunday taraqqiy qilgan narsa. Asla u yerda men degan hammani bilib ketdim. U men bilmaydigan hech nima qolmadi endi. Deb o'zini anda degan odam asl dunyoda hech nima bilmaydigan odam. Shuning uchun bu yerda o'zimizni bilarman sanamasligimiz lozim. Davomli biz bir o'rgan nima o'quvchi qatorida bo'lish nima o'zimizni ashta hisob olishimiz lozim. Asla o'z o'qib bo'ldim men, bilib bo'ldim, u nimati o deydigan mandaq yer kelib qolsak, shu nimati men degan dinni bilimi jimo o bilib bo'ldim degan odam dinni bilmaydigan odamning o'zi shu. Sen bilmagan nurg'un narsalar bor bu yerda. Misol. Eğer aşıda bilip boğan boğsa aşı soğanı sormaydı da. Elbette. Aşında bir soğanı sorman da aşı yerine kıldı da digendin ki. Bir yerdik asıl sahip ne de benim hazır kelam kelgen derse bayatımı dedim o. Kur'an'a işlenmesi için. Allah'ın ki Kur'an'ın nazil kısmı sebep. Nimelerini şununla itaat, boy, onun iman keltümeyle gider mesela. Doğru. O Kur'an bize toğraya başlanmaydı. Hadis bulmaz bir ka. Diyenin ki lan baştalam sonun beşi lay gitip kalgandan ki hem de onun ayığının ki kelkün bulap serik su lay latagat ayına binası bulap ahırı şu. Eplikiti de o kelkün. Şu doğru. Şunda yap hem de maksat o adamların nime kılışamaz. Acık bir diğerlik için devatıma ismini şu hem de şu. Bu olmasa
hak özü tepip izin kürep baksalı aşu ustazlama aşu araslan kardeşimiz ma üze kaydetin oyunlu baksalı bizim gibimiz mi tınşap baksı bolu demiş. Evet. Çünkü O e, biznikine emas. Şu Kur'an sahasida e, izlenayotgan bütün ustazligini tinishsa, e, o biznikini tinishap qo'ysin bo'pti. Boshqalarnikini hı, tinishap ko'rgandan keyin ki o odamning o'zi to'xtab turay deb o'ylanadigan bo'ldi. Ammo uni hech qanday o'ylanmaylikin, shu ming yil burun degan gapning o'zi payg'ambar alayhisalom rost shu gap deganmi demaganmi u bir masala. Uni e, ustiga. Uni ustiga uni degan bo'lsa-mu shu vaqtdagi jamiyat, shu vaqtdagi ahvol qaratadigan narsa. Sen onun özünü Peygamber Aleyhisselam aşinayasını hazırlık zamanda hayat boz şunu yani kaydı demte ya Kur'an'ın şu ayetin asasını tutup hazırlık cemiyeti layık gap kılam değil dese o gapligi kayaya teve gap geldi şu yerde çıkıyordu mesela. hı, Şunun için bu yerde Peygamber Aleyhisselam bir Arap medeniyetinin içinde ösken bir adam, Arap cemiyetinde ösken bir adam, onda koğandaki şu Arap cemiyeti, Arap medeniyetinin içindeki meselelerini hal kılan bir adam. Onun özünü Uygur medeniyeti, Uygur cemiyetine ekege vaxtıda o tamamen özgürlüğün gap. Şunun için Uygur cemiyetindeki, Uygur medeniyetinin içindeki meselelerini hal kılış ekege vaxtıda Arap medeniyetine sep emez, Arap medeniyetini hal kılan şu prinsipka, peygamber hı, Arap medeniyetini selip hal kılan şu yerik prinsipini ekip durup Uygur medeniyetini şunun sep durup hal kılan vaxtıda o Uygur hı, medeniyetinin içindeki mesele hal oldu. Sen o Arap medeniyetini örnek kılış bitley hata. Misalda hiç tamam, qanday bir medeniyet yoki bir örf odat, yani bir milletning medeniyet örf odatiga örnek olamaydı. Ve fakat prinsip örnek olur degan gap. Prinsip asası oldu. Yani şunun için biz hı, Kur'an-ı Kerim'de özgermeydigan kıyamet qayım boğuculuk biz hiç qanday özgermeydigan universal narsa bu nima degan vaqtda biz başdan ayak deb kelgan narsa nima? Prinsip bu yerda. Nizam yani. Mana shu vaqtda tamam, ya tüzüm ya olmaydı. Bu narsa herkes özgermeydi. Ama o Kur'an-ı Kerim'in içinde Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Peygamber aleyhisselam kılgan işlerin hemmisi bir cemiyette bir milletning içinde kılıngan iş olganligi uchun u iş şu cemiyet şu milletning içinde kılıngan bir narsa şu milletniki cemiyetidagi meselelerni hal qilgan bir masala bo'lib chiqadi. Shuning uchun bu yerdagi narsa o'tgan Peygamber aleyhisselam haqida to'xtalgan vaqtda o Peygamber aleyhisselamniki bütün alemga peygamberlik qilgan bir ishi yo'q. Biz bunun o'zini u chiqdidik. Peygamber aleyhisselam şu Arap yerim arılda Mekke Medine onun etrafındaki insanlara peygamberlik kılıp şu yerde vazife ödedi. Onunki vazife şey tamam oldu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mi? Nimelki Ummul Kura onun etrafındaki insanların agahlantırış için sana ne kıldık diyen ayet var. Yani bir yerde hı, özü ata-anasına hiç kadar agahlantırış kembigen bir insanlarsın agahlantırış çıkıp evet diyen Suriyasındaki bu ayetle var. hı, Biz ayetlerin delil keltiriyoruz bu yerde. Hem de Kur'an nima peygamber şu insanlarını agahlandırgan neyse yani risalet bize yetip geldi yani. Bu yerdeki neyse ne mi diye vakti o Peygamber Aleyhisselam'ın şu cemiyet kılan işi emez, bizlik örnek algan neysimiz. Fakat biz cemiyetimizdeki meseleni şu Kur'an-ı Kerim'in içindeki prensip septurup hal kılış meselesi var bu yerde. Şunun tamam, için bu yerdeki Kur'an-ı Kerim düşüngül olmayı demez. Kur'an-ı Kerim'deki meseleni tetkiklaş usulünü bilmezlikten bu atkan neyse bu. Kur'an-ı Kerim'deki içindeki prensipin tapamaganlığı için bu atkan iş bu. Kur'an-ı Kerim'deki içindeki prensip her bir meseledeki prensipini bilgen vaxtda o insanga hı, o peygamberin yani bir adamın kılan işini hiç qanday nemiz kalmaydı. Fakat onu ibret eliş kısmı kayıp kalıdı. Kalan hı, hiç qanday bir terpini bizge nemiz hiç qanday ehmiyet kalmaydı. Fakat prensip meseleni sep hal kılışla bizge neyim yeterlik boldu diyen gap. tamam. Allah razı olsun. Hazır hem 1 minut kaldı. 2 saat okuyduğunla. Hmm. Başka sual bines. Boğmasa Ahmetcan programı tügesek bulamıyor ya. Ustasının yapma tügelek için. Tügüdü. Hı. Ahmetcan. Mening boshqa qo'shimcha qilgan narsam yo'q. Savolmi so'ralash deyishdi deb qarasak, bütün savollar javoblandichu shu bugun temaga aloqador va hatto temadan sirtig'imcha chiqib ketdik. Shu vaqt uzrab 2 soat ish kutib qoldi. 2 Hozir saat. temalardan hududga aloqador mazmunlarni biroz kirishib ketdi. Shuning bilan uzrab kutib qoldi. Shu men yana uzarsam yana uzrab ketadi. Tamam ondan olsa. Sukut qilay. Kaderlik.
Ustoz Allah razı olsun. Qadirli qarindoshlar, davos bugungi Qur'ondan nazar programmamizniki 93. sanmışa tugidi. Allohning izniga omonat. Rahmat. Allohu Assalomu alaykum emanet. va rahmatullohi va barakatuh.